Teytu bo'lib qolganmisan? Nima bo'ladi qizingizni ajratyapsiz? Bunday gaplar tuzib ketib olasan. Men hammasi o'zimni bolam bo'lsa nima ajrataman? Bo'pti, dada, maktabga pul bering. Bo'ldi gap yo'q. Men senga 2 ta, men senga ham 2 ta. Zilola qizimga mayli bitta beraman. O'ynaylik. Ularni to'rning binada qiziga 100 ming berdim-a? Bu qizda aniq dadasi tug'an. Maqul, hoppa. Dada, no. Voy, bolam, men muncha kun oljiysan, to'ymas qilmasan. Ma, qulog'ingga yarasha, qur endi akalang oldi. Dada, no. Bo'ldi qizim, liposhkami, buxonkami, bo'lishkami? Yo'q, paxta. Bo'ldi qizim, hozir magazинda zing'lab olib beraman, hamma. Cho'q. Yo'q, bolalarni toza sog'indiqda. 2 kunginaga uyga olib ketishga ruxsat bering. Olib turing, bir haftaga olib ketsangiz ham mayli. Zilolachi. Buni olib ketsangiz, meni ham olib ketishingizga to'g'ri keladi-da. Yo'q qizim, maymuncha bo'lib beraman. Yo, tavba. Bular ergashmaganmi? Dada, matematikadan uyga vazifaga yordam qiling. Bolam, men uncha mayda-chuyda ishlarga vaqtim yo'q. Bor o'zing qil. Xullas, ishda cho'chqacha bo'lgan ekan. Yo'q, erta kerakmas. Bo'lmasa qizim, hozir qo'shiq aytib o'yinga tushib beraman, hamma. Cho'nim. Yupcha vaqtida keldingizda. Ana gilamlar qo'shvoring og'irda. Men ishdan kelyapman, o'ynab kelganim yo'q, dinkam qurib ketdi o'zi. O'zing qilaver, umuman holim yo'q. Yetisam qurib degan odam qizni mindirib, ikki yoshini qara. Ko'chada butun dunyo boshini egalmagan menman degan erkaklar uyga kelgandan kichkinagina qizchasi ne tolka boshini egar. Kerak bo'lsa mashtim mina yura. Buni faqat qizi borlar tushunadi. To'g'rimi?